Ayolim to'ydan oldin muloyim, mehribon, g'amxo'r edi. Hozir esa bo'lar bo'lmasga janjal qiladi, gap talashadi, qaysar bo'lib qolgan. Uni oldida odamni o'tirgisi ham kelmaydi. Nega shunday bo'lishi mumkin? deb bir erkak donishmanddan so'radi. Donishmand unga xotirjam javob berdi. Qizlar ota-onasini bag'rida shartsiz sevgi, mehr bilan ulg'ayadi. Biz erkaklar esa-chi? Erkak ayolini shunchaki sevmaydi. Ayol unga itoatkor bo'lishini, bir o'ziga emas, balki atrofidagilari, qarindoshlari uchun ham qulay bo'lishini, istaklarini hozir va shu yerda tez amalga oshirishini xohlaydi. Unutma, ayolingdagi barcha xislatlar bu sening so'zlaring, harakatlaring va unga bo'lgan munosabatingning aksidir. Ayoling shunchaki o'zgarib qolmaydi. U sening mehrsizliging, befarqliging va e'tiborsizliging ta'sirida o'zgaradi. Agar unga mehr bersang, asrab-avaylab qadrlasang, har tong mehrli so'zlarni aytsang, u nafaqat uyingni, oilangni, balki sening olamingni ham cheksiz mehr nuri va baxt bilan to'ldira oladi.